Guliston mahallamiz Yangi O'zbekiston qiyofasiga dasturga kiritilgan ekan. Mana shu dastur asosida bizning mahallada ko'p bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Misol uchun mana 13-maktab qayta ta'mirlanib, bolalar yo'lakchalari, mana yoshlar uchun sport maydonchalari, yoshlar uchun bolalar o'yingohlari, mustaqilligimizning 35 yilligi arafasida ancha bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Ikkita 600 metrlik ariqlar betonlashtirildi. Eng asosiysi toza ichimlik suvi tortilib, Todara hamda G'avzumon qishloqlarimizga toza ichimlik suvlari qaytadan jihozlanib, qaytadan tortildi. Xuddi shuningdek 12-maktabga ham 3 etajlik yangi bino qurildi. Sport majmuasi, sport zali qurildi. Bu albatta mana shu qishloqqa, aholiga bo'lgan e'tibor